Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Minecraftda mod o'rnatishni o'rgataman. Albatta Minecraft ko'p kishi mod o'rnata olmaydi va hech qaysi bloger sizga haqiqiy mod o'rnatishni o'rgatmaydi. Mana men o'rgataman. Qani birinchi bo'lib Play Marketga kirib olamiz va mana unda deyapti Skippy Toilet Mod for Minecraft. Men yozdim va bosamiz ustidan. Va mana shunaqa rasmingiz chiqib keladi. Mana bu. Kamerama o'chib turadi, mana bu videolarning buyumlari mana. Hamma narsasi bor, yaqinda yangilangan ekan. Bu yerda niyatlar yomonroq, lekin men sinab ko'raman. Tez o'tirsaydi. Internet zo'r ishlayapti, sizlar tez o'tiryapti. Oddiy internetga ulangan bo'lsa ham zo'r ishlayapti. Aytgancha YouTube'da ekan, bu videoni ko'rishdan oldin like va podpiskani bosib qo'ying albatta. Bu sizlar uchun hech qanday qiyin ish emas, lekin men uchun juda ham katta cho'qqiga erishishdir. Unda biz mod o'rnatadilar azizlar va mod ustidan bosasiz. Albatta Minecraft bo'lish kerak mod o'rnatish uchun. Hozir bittasini ishlatib ko'rsataman sizlarga. Yaxshiroq qaranglar. Otib qolish yomanda. Boshlandi mana. Bunday zo'rlarni chiqardi. Ko'ryapsizmi? Hozir biz mana bu soat sinab ko'ramiz. Nima deysizlar? Men ochaman ekan. Kulanmoqda. Reklama kerak. Reklamalarni ko'raman. Sizlarchi? Agar reklamani yomon ko'rsangiz, like va podpiskani bosib keting. Xo'sh, yuklab ko'raylikchi. Tabobata qilib bo'ldi. Mana do'stlar tushirib oldim. Qaytamiz va biz bundan qaysini tanlasak ekan? Narsalar bor ekan. Azizlar yuklayapti, tezroq yuklab qol. Obunachilar, men obunani hech qachon tark etmayman. Tezroq 50 ta bo'laylik. Qol. Do'stlar, menga ishonmaydi, bu yolg'on narsa. Bunga hatto men ham ishonmayman. Bo'lmagan narsa. Aytgancha do'stlar, men nega hekka YouTube'dan ketganini bilaman. Agar bir ko'p bo'lsa, men uni sababini aytaman. Minecraft ochiq. Mana ishladi Minecraft ham. Sal eski versiya-yu, lekin bo'ladi Minecraft. Sal qotadi lekin. Uzr noqulaylik uchun. Nastroyka ekrani surati do'stlar. So'ng mana ekranga yozuvchi bo'ladi o'rnatilgandan keyin. Nastroyka kirgandan keyin va ko'tarib ketaveramizda. Mana bu yerda uni rasm chiqadi. Papkada turibdi mana. Mana til turibdi. Mana o'zgaryapti rangi. Mana shu ustiga bitta bosamiz. Keyin mana bu kitobchani bosamiz. Mana o'chirib yo'qotgan. Ustidan bitta bosasiz va aktivovat bosasiz. Ya'ni aktivlashtirish. Va aktivlashtiriladi, o'rnatilmoqda modimiz. Hozir yuklab olsin. Sizlar ham buni ko'p blogerlar o'rgatmaydi qanday ishlatishni. Shuning uchun men sizlarga o'rgatib ketyapman. Agar qanday mod o'rnatish kerak bo'lsa aytinglar. Kommentga yozib yuboringlar. Igratda bosamiz o'ynashni. Yangi yer. Kerak emas bular. Qayerga qoldi? O'zgartiramiz. Jorsizga albatta jorsiz qo'yinglar. Tezroq ishlab oladi.
Go'sht to'lishni kutamiz. Ana tezroq ocha qol. Men hozir ochgandan keyin ko'rsataman davomini. Och tezroq. Minecraft telefonda biram sekin ishlaydi. Aytgancha do'stlar. Agar 50 ta bo'lsak, men Java Minecraft haqiqiysini telefonga o'rnatishni o'rgataman. Java Minecraftda so'rg'aysizlarmi? Maza qilib o'ynaysizlar. Agar birga bo'larsak. Mazza chiqyapti. Mana do'stlar ochmoqda. Qotib qoldingmi? Mana qo'yadi do'stlar, ochildi. Orada qolib kelganlar. Bu yerda kimlar bor? Mana do'stlar, biz o'rmonda paydo bo'ldik. Endi qaranglar. Kirasizlar va mana gulchalar qismiga o'tasizlar. Qayerdan narsalar turgan? Va ko'tarib ketaverasizlar. Va bu yerdan mana do'stlar. Va do'stlar, bitta narsani xato qildim. So'zlamalarga kirish kerak. Va so'zlamalarga kiradi. Bu yerdan faollashtirish kerak. Do'stlar. Qotib qolyapti Minecraft. Mana aktivlashtirilmagan ekan. Bu yerdan aktivlashtirib qo'yishimiz kerak ikkita tarafdan. Mana endi kiramiz, qarang do'stlar, yaxshilab qaranglar. O'rganib oldilaringizmi? Bitta narsani to'g'ri ekan, shu yerni ochgandan keyin yurgan modni qo'shish kerak ekan. Mana modni ham qo'shdim. Endi ishlaydigan bittaman. Men bunaqa modlarni ko'rmaydigan, prosta Minecraft'im yomon qotayotgani uchun menga yoqmaydi. Chunki oddiy Minecraft video chiqarish yaxshi ko'raman. Ukamga qarshi men o'yinda ham kamera yaxshi ishlamagan sabab video ko'rolmayman. Men oddiy Minecraft'da juda kichkina versiyali. Bu yerga har xil javzolar chiqaryapti ekranga. Meri va Minecraft, Parajit, Svoymi, Brutasi va Krasatoy. Nima deb tashlab? Mayli. Agar meni ko'rib turgan Artifaktga salomlar. Salom Artifakt, nima qilyapsiz? Kommentimga yozib qo'ying. 77 ta obunachi bilan tabriklayman. Ana o'shdi. Endi kiramiz mana bitga. Bitga o'tamiz. Ana paydo bo'ldi do'stlar.